Binafsha shu'lasi 14-qism. Preys 52-bet. Chol baland ovozda baqirdi. Ishdan bo'shading. Asina tabassum qildi. Hojam, axir bu yangilik emas-ku. Siz meni deyarli har kun ishdan bo'shatasiz. Chol jilmaydi. Unday bo'lsa, meni xonamga olib bor. Uxlashim kerak. Hasina stolning orqasida o'tirgan chol tomonga qarab yura boshladi. Hasina xonaning burchagida o'tirgan Hayoga ko'zi tushdi va undan "Bu yerda nima qilyapsan?" deb so'radi. Chol qaddini rostlab Hasinaga buyurdi. "Uni yodimdan chiqaribman-ku, qo'lini yechib yubor." Hasina hayron bo'lib so'radi. "Qo'lini yechib yuboray? Uni kim bog'ladi?" "Nima bo'lganini keyinroq o'zidan so'rab olasan, ammo hozir qo'lini yechib yubor. Tezroq uxlagim kelyapti." Hasina Hayoning oldiga bordi-da, qo'lini yechish asnosida qulog'iga pichirladi. "Bu yerda nima bo'ldi?" Chol jahl bilan jerkidi. "Hasina, hozir buni qo'ysang-chi, bo'la qol, uyqum kelyapti, tezroq uxlamoqchiman." Hasina tezda cholning oldiga bordi. Hayo esa cholning Hasinadan oldiga tezroq kelishini talab qilayotganidan taajjublanib qarab turardi. Hasina cholning orqasiga o'tib, u o'tirgan kursini ushladi. So'ngra uni ortga tortdi. Hayo qarasa, kursining g'ildirakchalari bor ekan. Buni ko'rgan Hayoning hayrati tarqab qotib qoldi. Cholning oyog'i shol bo'lib, o'tirgan kursisi ham nogironlar uchun maxsus aravacha ekan. Hasina aravachani eshik sari itara boshladi. Xonadan chiqib ketishlaridan oldin chol Hasinaga buyurdi. "Hasina, haydovchiga ayt, ertaga barcha xonalarga va uyning kiraverishiga kamera o'rnattirsin. Ha, aytgancha, unga yana to'pponcha olmoqchi ekanimni ham ayt." Aravani itarib xonadan chiqishga shaylanayotgan Hasina "Xo'p bo'ladi, hojam" dedi. Ko'rganlardan karaxt ahvolda o'tirgan Hayo so'radi. "Men-chi, men nima qilay?" Cholni xonadan olib chiqib ketayotgan Hasina Hayoga qarab dedi. "Xonani tartibga keltirib, oshxonaga bor." Hayo ag'dar-to'ntar natijasida yuzaga kelgan tartibsizlikni yig'ishtira boshladi. Saranjomlash asnosida cholning ish stoli ustida turgan tanish narsa Hayoning e'tiborini tortdi. Hayo chol o'tirgan joyga borib to'xtadi. Qarasa, stol ustida qurigan binafsha guli turgan ekan. Hayo uni ko'rgan payti vujudida o'zgacha bir hisni tuydi. Hayo gulni olib hidlaganida undan yorqin shu'la chiqib, bir necha soniya davomida uni qamrab oldi. Shu'la so'nganida Hayo o'zini Aminning yerto'lasidagi charm kursida o'tirganini ko'rdi. Hayo shu payt tepa qavatdan Aminning "Qahvangga necha qoshiq shakar solay" degan ovozini eshitdi. "Bu mening hayotim, o'zim istagandek yashayman." Hayo o'rnidan turib tepa qavatga qahva tayyorlayotgan Aminning oldiga chiqdi va unga yaqinlashib, "G'aroyib kitob ekan" dedi. Amin Hayoga qahva uzatdi. "Necha qoshiq shakar solingan qahvani yoqtirishingni bilmadim, shuning uchun faqat bir qoshiq soldim." Hayo finjonni olib undan chiqayotgan iforni hidladi. Isi ajoyib ekan. Amin kursiga o'tirib, ko'zoynagini taqdi. Sovunmasdan ichib ol. Hayo Aminning ro'parasidagi divanga o'tirdi. Qo'lida finjonni tutgancha dedi. "Bu kitob oldingilarga o'xshamas ekan. Har kitob o'zgacha, bir-birini takrorlamaydi." Yo'q, voqealar rivoji tez va qisqa ekan demoqchiman. Unda bir necha soatgina vaqt o'tkazdim xolos. Muddatiga emas, olinadigan foydasiga e'tibor qarat. Bu kitobdagi voqealardan qanday foyda olishim mumkin? Boshingdan nimalar o'tkazganingni men qayerdan bilay? Uni o'qib ko'rmaganmisiz? O'qiganman, lekin bu kitoblar har bir o'quvchi uchun bir mazmun va turli ko'nikmalar taqdim etadi. Ayni shu kitobni o'qiganingizda sizda qanday taassurotlar qolgan edi? Amin qahvadan ho'plab, ko'rsatkich barmog'i bilan ishora qildi. "Bular haqida gaplashmasligimiz kerak." Hayo taajjublanib so'radi. "Nega? Nima zarari bor? Buni buzib bo'lmaydigan qoida deb bil. Bu kitoblardan orttirgan tajribalaringni boshqa odam bilan muhokama qilma. Buning sababini baribir tushunmadim. Menga ishon. Xo'p, yaxshi. Endi qaysi kitobni o'qiyman?"
Amin qahvadan yana simirgancha javob berdi. Hayo, meni yaxshilab tingla. Senda mutolaaga uyg'ongan kuchli qiziqishdan xursandman, lekin ish chegaradan chiqishni boshladi. Hayo hayron bo'lib so'radi. Nima demoqchisiz? Amin qo'lidagi finjonni yonidagi tumbaga qo'ydi. Bu qiziqish shaxsiy hayotingga ta'sir o'tkazishni boshladi demoqchiman. Bu kitoblarning orasida yashar ekanman. Shaxsiy hayotimning menga qizig'i yo'q. Bu kitoblar orqali voqelikdan shu shaklda qochishga urinar ekansan, ulardan foyda ololmaysan. O'zingiz kitoblar boshqa olam demaganmidingiz? Deganman, lekin ularni haqiqiy hayotimizning o'rindoshi deb aytmaganman. Atrofingdagi odamlarning ham senda haqqi bor. Sababini qancha tushuntirishga harakat qilsang ham sendagi o'zgarish ularga aslo yoqmaydi. Shuning uchun yolg'iz yashaysizmi? Amin tabassum bilan javob qaytardi. E'tiboringni faqat o'z hayotingga qarat. Hayo qo'lidagi finjonni oldiga qo'ydi. Unda nima qilishimni xohlayapsiz? Mutolaa qilish, o'zing va atrofingdagilar, xususan senga g'amxo'rlik qiladigan odamlar hayotini kirlatmasligi uchun uying va oilangga taalluqli ishlarni tartibga solib olishingni istayman. Hayotimga hech kimning aralashishga haqqi yo'q. Mustaqil bo'lganingdan keyin istaganingni qilishing mumkin. Lekin hozirgi vaziyat boshqacha. Hali hayoting to'liq o'z qo'lingda emas. Endi o'qigani boshqa kitob bermayman demoqchimisiz? Unday demadim, lekin boshlanishiga hech bo'lmaganda ma'lum miqdor bilan cheklanamiz demoqchiman. Qanday? Har bir o'qiydigan kitobingni bajarishing kerak bo'lgan bir vazifaga bog'lab qo'yaman. Nimani nazarda tutayotganingizni haliyam tushunmadim. Yaqinda soqchilar bilan uyimni bosgan xonim bilan o'rtangizdagi kelishmovchilikka barham bersang, o'qishing uchun bitta kitob beraman. Halimani aytyapsizmi? Ha. Qilgan ishi uchun uni jazolashimni xohlaysizmi? Amin taajjublanib dedi. Jazolash? U seni yaxshi ko'rganidan shunday qildi. Sen bo'lsa uni jazolashni istayapsanmi? Qaysi aql bilan bunday qilmoqchisan? Unda nima qilishimni istaysiz? Amin xo'rsinib javob qaytardi. Ahvoling yaxshiligini bilsin. Uning ko'nglini xotirjam qilishingni xohlayman. Hayo o'rnidan turib, chiqish eshigi tomon yurdi. Xo'p, yaxshi, aytganingizdek qilaman. Amin sokin ovozda Hayoning ortidan chaqirdi. Hayo. Eshikdan chiqayotgan Hayo Aminga o'girildi. Labbay. Amin tabassum bilan so'radi. Kitob qanday ekan? Hayo ham jilmaydi. Boya aytganimdek, o'zgacha ekan. Hayo Aminning uydan chiqib, qasr sari yo'l oldi. Uyga yetib borgach, darvozadan o'tib, qasrning o'rtasiga yetganida xavotir bilan uni kutib turgan Halimaga duch keldi. Halima unga, Hayo xonim, men deb endi gapirmoqchi bo'lganida, Hayo uning gapini bo'lib, qattiq quchoqlab oldi. So'ngra qulog'iga pichirladi. Hech narsa dema. Bilaman, sen meni yaxshi ko'rasan. Shuning uchun xavotir olgansan. Lekin bunga o'rin yo'q. Ahvolim a'lo. Halima ham Hayoni qattiq quchoqlagancha yig'lab yubordi. Sizdan rosa xavotir oldim. Hayo Halimani qo'yib yuborib, yosh to'la ko'zlariga qaragancha tabassum qildi. Xavotir olma, yaxshiman. O'zimni hech qachon bunchalar baxtli his qilmaganman. Halima ko'z yoshlarini artdi. Bularning bari o'sha semiz chol bilan suhbatlashishingiz sabablimi? Hayot teppa qavatga eltuvchi zinapoyaga qadam qo'ydi. Faqat u emas, uning kitoblari sababli Halima. Halima zinadan ko'tarilayotgan Hayoni hayrat bilan kuzatib, kitob o'qishni yoqtirmaysiz deb o'ylardim. Oxirgi zinapoyaga yetgan Hayo turgan joyidan baland ovozda dedi. Ahmoq bo'lgan ekanman, Halima, ahmoq. Hayo otasi bilan bu mahallaga ko'chib kelgan payt yozgi ta'tilga to'g'ri kelgandi. Shuning uchun ham Hayo Aminning uyiga kun davomida turli vaqtlarda qiynalmay qatnay boshladi. Hayo bora-bora ziyoratni Aminning vaqtiga mos paytlarga to'g'rilashga, tungi tashriflardan saqlanishga harakat qildi. Hayo Aminning uyiga asosan kunduzi, xususan asrdan avval borishni odat qildi. Kitob mutolaasi qanchalik uzoq davom etsa,
Aslida Aminning uyiga borib qaytishgacha bo'lgan vaqtni hisobga olmaganda Hayoning deyarli hech qancha vaqtini olmasdi. Bu tashriflarning keti uzilmas, Hayo o'qigan kitoblar ro'yxati esa ko'payib borar. Shu bilan bir qatorda uning hayotiy tajribasi ham ortib borardi. Hatto yozgi ta'til tugab, maktabga qaytganida o'qituvchilari undagi o'zgarishni ko'rib hayratga tushishdi. Darhaqiqat, Hayoning fikrlashi va ilmi yuqori saviyaga ko'tarilgan edi. Hayo uni qamrab olgan kutilmagan hayrat va ajablanish haqida Aminga xabar berganida, atrofida shubha gumon uyg'otmaslik uchun Amin unga ilm ma'rifatini hadeb oshkor qilavermaslikni maslahat berdi. Hayo Aminnikiga qatnayotganiga bir necha hafta bo'lgach, yakshanba kuni tongda Hayoning tashqariga chiqib ketayotganini ko'rgan otasi qizidan "Hayo, qayerga ketyapsan?" deb so'radi. Hayo eshik ostonasida to'xtab javob qaytardi. Janob Aminnikiga. Mehmonxonada qish bo'lgani uchun yoqib qo'yilgan katta kamin qarshisida tamaki trubkasini tutatib o'tirgan ota hayron bo'lib so'radi. Janob Amin? Kim u? Hayo otasiga Amin bilan birinchi marotaba Halima bilan kulcha tarqatgan paytda ko'rishganini, u Hayoda kitob o'qishga bo'lgan kuchli muhabbatni qanday uyg'otganini, kitob mutolaa qilish uchun ora-sira uning uyiga borib turishini aytdi. Qizning gaplarini eshitgan ota dedi: "Istasang senga unikidan ham kattaroq kutubxona qurdirib, turli-tuman kitoblar bilan to'ldirib beraman." Hayo tabassum bilan javob qaytardi. Ular baribir janob Aminning kitoblaridek bo'lmaydi. Otasi hayron bo'lib so'radi. Nega? Shu darajada o'zgacha jihati nima ekan? Hayo eshikni ochib, Aminning uyi sari yo'l olarkan javob qaytardi. Qancha izohlasam ham baribir tushunmaysiz ota. Xayr, ko'rishguncha. Otasi o'rnidan turib shubhaga to'lib toshgan nigohlari bilan xursand holda qasr darvozasi tomon ketayotgan qizini kuzatib qoldi. Hayo janob Aminning uyiga yetib bordi. Oradan biroz vaqt o'tib, eshikni bir necha marotaba taqillatdi. Amin tabassum qilgancha eshikni ochdi. Bugun odatingga xilof ravishda biroz kechikding. Bunga qishning izg'irin sovug'ida uyg'onishga qiynalganing sabab bo'ldimi? Hayo kulgancha uyga kirdi. Yo'q, otam sal ushlab qoldilar. Amin eshikni yopib so'radi. Nega? Nima bo'ldi? Hayo Amin tayyorlab qo'ygan qahvani finjonga quydi. Hech narsa, muhim emas. Amin kursiga o'tirdi. Asosiysi sendan jahli chiqmagan bo'lsa bas. Hayo qahvali finjonni Aminga uzatdi. Xavotir olmang, hammasi joyida. Otam mendan rozi. Ayniqsa a'lochi o'quvchiga aylanganimdan keyin bunda sizning hissangiz beqiyos albatta. Amin qo'li bilan Hayoga ishora qilgancha qahva ichishni xohlamasligini bildirdi. Bugun qanday kun ekanini bilasanmi? Hayo qahvasidan simirib tabassum qildi. Yo'q, ajoyib kitoblaringiz o'qishni boshlaganimdan buyon vaqtning farqiga bormay qo'yganman. Hech bo'lmaganda bugun jumaligini bilarsan. Hayo kuldi. Ha, bilaman. Unchalik darajada emasman. Amin rangli lenta bilan bejirim shaklda o'ralgan kitobni cho'ntagidan chiqardi. Bugun tug'ilgan kuning. 13 yoshga to'lding. Uzoq va baxtli umr ko'rgin qizim.